Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana shunaqa kofe ichib ko'ramiz. Birinchi marta ichib ko'raman. Vkusveldan zakaz qildim. Ice coffee. Ice coffeeni 2 marta ichganman. 2 marta ham Turkiyada ichganman. Moskvada birinchi marta Vkusveldan olib ko'rdim cappuccino. Ta'mini ko'ramiz. Kofening hidi kelyapti. Ta'mi oddiy rastvorimый kofeni tayyorlab, yaxlatib ichgandagidaqa ta'm ekan. Hech qanaqa jabr. Dahshat, vau emas. Oddiy kofeni, rastvorimый kofeni suvda eritib, sut qo'shilgandagi ta'm. Yaxlaganda shunaqa ta'm bo'lib qoladi. Shunaqa. Buni yana apelsinlik bir xilchaliklar bor ekan. Men cappuccino yaxshi ko'rganim uchun cappuccinoligidan oldim. Bir marta tatib ko'rsa bo'ladi. Tak hech qanaqa nimasi yo'q.